Bismillahirrohmanirrohim. Biz miyada hosil bo'ladigan har xil turdagi bog'lanish bilan ikki xil turdagi bog'lanish bilan tanishib chiqdik. Birinchi bog'lanish barcha insonlarda ham sodir bo'ladigan bog'lanishdir. Shuning uchun ham hissiy ajratish barcha insonlarda sodir bo'ladigan tabiiy jarayon deb atashimiz mumkin. Bir muhitda yashayotgan insonlar o'z vujud talablariga ko'ra turli xil narsalarni hissiy ajratadilar. Chunki har bir inson bir vaqtda turli xil narsalarga muhtoj bo'ladi. Masalan, har xil vujud talabi bilan bir kinofilmni ko'rgan insonlar turli xil narsalarni hissiy ajratadilar. Moddiy talabi kuchli bo'lgan inson filmdagi qimmatbaho avtomobillar, baland qasrlar yoki shu kabi moddiy narsalarga ko'proq e'tibor qaratadi. Ma'naviy talabi kuchli bo'lgan inson filmdagi do'stlik, mehr-oqibat va shu kabi ma'naviy narsalarga ko'proq e'tibor qaratadi. Ruhiy talabi kuchli bo'lgan inson esa filmni dinga aloqador bo'lgan tomonlariga ko'proq e'tibor beradi. Vujud talablarning har xil bo'lishi hayot haqidagi tushunchaga bog'liq. Boshqacha qilib aytganda, agar inson hayot haqidagi tushunchasi o'zgarsa, vujud talabi ham o'zgaradi. Bu yerda bir muhim jihatga e'tibor berishimiz zarur. Insonda narsalar haqida ham tushunchalar mavjud. Narsalar haqidagi tushuncha vujud talabni kuchaytirishi yoki aksincha susaytirishi mumkin, lekin uni o'zgartira olmaydi. Ikkinchi bog'lanish esa tabiiy bo'lmagan bog'lanishdir. Chunki hech kim insonni his qilmagan voqea haqida ma'lumot olishga majbur qilmaydi. Noto'g'ri mantiq yuritish inson his qilmagan voqealar haqida ma'lumot olishning oqibatidir. Aslida inson ayni hissiy ajratilgan voqea haqida ma'lumot olishi kerak. Agar inson hissiy ajratilgan voqea haqida to'g'ri ma'lumot olsa, unda uchinchi bog'lanish hosil bo'ladi. Aqlni tashkil qilgan barcha elementlari ishtirok etgan jarayonni aql ishlash jarayoni yoki fikrlashlik deb ataladi. Fikrlashlik natijasida insonda hayot haqida to'g'ri tushuncha hosil bo'ladi va u vujud talablarini to'g'ri qondirib, o'z maqsadiga erishadi. Ko'rinib turibdiki, ikkinchi va uchinchi bog'lanish inson o'z xohishi bilan sodir bo'ladi. Agar mantiq yuritishning oqibati yomonlik bo'lsa, fikrlashlikning oqibati esa inson uchun albatta yaxshilik bo'ladi. Shuning uchun ham faqat fikrlashlik bilan inson baxt va xotirjamlikka erishadi. Qur'oni Karimda aytiladiki: "Ey inson, senga yetgan har qanday yaxshilik faqat Allohdandir. Senga yetgan har qanday yomonlik esa o'zingdandir." Niso surasi 79-oyat. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytgan ekanlar: "Men sizlarga ikkita narsani qoldiryapman. Agar ularni mahkam ushlasangiz, hech ham adashmaysizlar. Ular Allohning kitobi va rasulining sunnatidir." Oyat va hadisdan shuni tushunish mumkinki, agar inson to'g'ri yo'ldan adashib zalolatga yuz tutishni istamasa, Allohning kitobi va rasulining sunnatini mahkam ushlash kerak. Allohning kitobi va rasulining sunnatini mahkam ushlash degani esa inson his qilgan voqealar haqida oyat va hadislar ustida fikrlashlik deganidir. Yakuniy xulosa qilib shuni aytish mumkinki, birinchidan, hayot haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lish uchun inson ayni harakatga undayotgan narsa haqida ma'lumot olsin. Ikkinchidan, bu ma'lumot Allohning kitobi va rasulining sunnatidan bo'lsin. Mana shunday tartibda fikr yuritish, fikrlashlik deb ataladi. Qachon inson yetarli tushunchaga ega bo'lsa, u ruhiy voqealarni his qiladi. Fikrlashlik natijasida insonda tushuncha hosil bo'ladi. Sadaqallohu azim.